Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlarga Amatron 4 universal bord kompyuterini qanday ishlashini ko'rsatib beraman. Mana bu yerda asosiy birinchi chiqib keladigan interfeys ko'rinib turibdi. Bu yerda mana tagida kerakli joylarni bunday o'tkazib nima qilsak bo'ladi sozlamalarni. Ya'ni birinchisida umumiy sozlamalar, bu yerda asosiy sozlamalar, ya'ni vaqti, soati, keyin GPS bo'yicha, izobas bo'yicha nastroykalar, litsenziyalar har xil o'shalarni boshqarish mumkin. Bundan keyingi nimada aytaylik, mana yerda haligi aytgan Amatron 4 bu universal kompyuter bo'lganligi uchun bu kompyuter bitta terminal orqali nafaqat selka, balki опрыскиватель, разбрасыватель, o'g'it sochadigan, gerbisid sepadigan agregatlar va boshqa Amazonning shunaqa aqlli texnikalarini boshqarsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana biz hozir mana T70-60 traktori kiritilgan hamda agregatning nomi tanlab kiritilgan. Bu yerda mana osma навесной va boshqa parametrlar hammasini kiritsa bo'ladi. Keyingi nimada bu yerda endi o'sha dalada ishlash sharoitida o'zini kartografiya nimalari bo'ladi. Bu yerda albatta ma'lum bir dalani qo'shish kartaga yoki ularning umumiy jamlanmasini ko'rish, har xil mana yuradigan ekish trayektoriyalarini sozlash, bunisi mana section control, o'shaligi uchburchak joylarda avtomatik ekish nimalarini sozlasa bo'ladi. Undan keyingi nimada misol uchun hozir bizda ulanib turgan agregat bu albatta selka 4 qatorlik. Bu yerda mana asosiy selkani barcha shu yerda qilinadigan ishlar shu yerda sozlanadi. Ya'ni kalibrovka nimasiga kirsak, bu yerda mana kerakli tezlikni kiritsa bo'ladi, necha kilogramm o'g'it, qanaqa o'sha ichida dozирующий disklar turibdi, ularning hammasini tanlab bu yerda hammasini sozlasa bo'ladi. Undan keyingi nimamiz mana asosiy ishlash davomida kerak bo'ladigan yonib turadigan interfeys. Bu yerda mana selkani 4 ta seksiyasi ko'rsatilgan, mineral o'g'it solinadigan bunker ko'rsatilgan hamda o'g'it solinadigan shu bunker ham ko'rsatilib turibdi. Bu yerda mana o'sha seriya nimada aktiv emas selka, uni aktivlashtirish uchun mana ishlash положенияsiga o'tkazish uchun mana on off knopkasini bosilsa, bu mana yashil nimaga o'tdi, ya'ni selkamiz ekishga tayyor. Bu touch screen bilan emas, bu yerda mana alohida knopkasi bor, bu bilan ham boshqarsa bo'ladi. Keyin misol uchun mana seksiyalarni ajratish mumkin. Misol uchun 4-seksiyani o'chirmoqchimiz. Uning uchun mana unga bitta bossak, mana qizarib qoldi. Ya'ni shu seksiya ekmaydi, shu nima aktiv bo'lib turadi. Uni qaytarib qo'shish kerak bo'lsa, bunday qo'shiladi. Mana bu yerda chap tomonda o'g'it solinadigan bunker ko'rsatilgan, o'ng tomonda bo'lsa urug'lik solinadigan bunker ko'rsatilgan. Bu yerda mana bularning miqdorini o'sha ekib ketayotgan jarayonning o'zida mana ko'paytirib kamaytirish mumkin. Bu mana berilayotgan o'g'itni ko'paytirib kamaytirish, bunisi urug'likni. Hammasini 100% ga olib kelish uchun mana 100% ga bossa, mana yana normal holatga qaytadi. Bu yerda bu oldindan dozировка qilish, ya'ni dala chetida boshlanishdan oldin disklarni hammasini, teshiklarni to'ldirib olish kerak. Ya'ni shu ekib boshlagan joydan bexato ekib ketish uchun, bu o'g'it berib ketish uchun ikkalasini shu turgan joyda oldindan ishga sozlash mumkin. Keyingi varaqda bu yerda endi har xil o'zini qo'shimcha opsiyalari, mana tungi yoritish chiroqlari qanday bo'ladi, traktorning pоворот nimalari. Keyin mana bu yerda 1 minutiga o'sha vakuum tashkil qiladigan nimasini, ventilyatorni aylanish apparati ko'rsatib turadi hamda o'sha diskka berilayotgan bosim, ya'ni millibarda ko'rsatiladi. Endi bu urug'ni turiga qarab o'zining rekomendatsiyalari bor, ya'ni tavsiyalari bor. Mayda urug' bo'lsa 20, 25, 30 millibar yetadi. Agar makka dona bo'ladigan bo'lsa 40-45 millibar bilan haydasa bo'ladi. Mana bu umumiy interfeys ishlash jarayonida kerak bo'ladigan. Bundan keyin misol uchun mana bu yerda daladan chiqib turib nastroyka nimasiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda aytaylik biz urug'ni nechta dona berishni tanlab kiritmoqchimiz. Ya'ni o'sha diskning turlariga qarab bu yerda qanaqa disk qo'yilganini tanlash mumkin. Misol uchun bizda bu mana shu 34 ta teshiklik 3 millimetrlik diskimiz turibdi. Aytaylik bizga gektariga makka ekmoqchi bo'lsak yoki paxta farqi yo'q.
aytaylik 90 mingta urug' gektariga kiritadigan bo'lsak, bu bizga sразу mana 14,16 santimetr urug'lar orasidagi oraliqni ko'rsatib beradi. Ya'ni bu yerda ya'ni 150 ming dona urug' ekiladigan bo'lsa, gektariga unda qator orasi 8,8 santimetr. Bu avtomatik o'zi hisoblab ko'rsatadi. Endi bu yoqda o'sha qo'shimcha sozlanmalari ko'rsatiladi. Bu albatta urug'ni kalibrovka qilgandan keyin albatta o'g'itni ham kalibrovka qilishimiz kerak. Misol uchun sizga gektariga 125 kilogramm o'g'it beradigan bo'lsangiz, mana 125 kilogrammni kiritasiz, bo'ldi, kalibrovkani bosasiz, o'zi kalibrovka qilib avtomatik ravishda sozlaydi. Mana ko'rib turibsiz, Amatron 4 bort kompyuterini interfeysi juda ham intuitiv, tushunarli va sodda qilib ishlangan. Ishlatish uchun juda qulay. Yuqorida aytganimizdek, shu bitta kompyuter bilan siz selkalarni ham, o'g'it sochadigan texnikalarni, gerbitsid sepadigan texnikalar va boshqa aqlli agregatlarni bitta kompyuter bilan boshqarsa bo'ladi. Agar sizni qiziqtirgan boshqa savollar bo'ladigan bo'lsa yoki batafsil ma'lumot olish niyatingiz bo'lsa, bizni telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling, mutaxassislarimiz sizga bajonidil yordam beradi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.